puli bordir, yo tuni bordir. Men tavakkaltu alalloh. Hasbinallohu va ni'mal vakil. Hasbinallohu va ni'mal mavla. Hasbinallohu tavakkal. Allohga tavakkal qildim. O'zi himoya qilib oladi. Lekin yo'qotaman deganda Xudo ishidan quritadi uni. O'sha Qur'onni olib yo'qotaman deb yozaman degan ruchkasini olib harakat boshlasa, yo qadamini boshlasa, qamasdan turib Xudo ichiga g'ulg'ula solib qo'yadiki, o'zini qo'rqitib qo'yadi. Shuning uchun men qo'rqmay gapiraman. Ammo meni falon joyda tog'am, falon joyda amakim yo'q ziyoli. Meni himoyamda turadigan. Vahobiy desa ham, hizbiy desa ham, boshqa desa ham cho'chmayman. Nimaga? Ahli sunnadaman. Otamning bir gapi bor, rahmatli aytardi. Bolam, diniy xizmatga chiqib ilm o'rganyapsan-u, shu to'rtta mazhabdan Hanafiydan biror joyga chiqsang rozi emasman deganlar. Shu menga kifoya qiladi. Otaning rizosi bilan Allohning jamoli Rasulullohning shafoati bor. Rizosi bo'lmasa hech narsa yo'q. Men bu gapni faqat deb aytmayman. Boshqa joylarga ham borsam aytaman. Yo'paramga kelaver. Hali aytadi, lobimga chiqdi-yu. Javobim bor unga. Hizbiy bo'lsa kitobini ko'tarib kelsin, vahobiy bo'lsa kitobini ko'tarib kelsin, akromiy bo'lsa kitobini ko'tarib kelsin. Javobim naq. Aytgan gapimga javobim naq. Benamozdan kitobini ko'tarib kelsin. Unga naq javobim. Meni mol deb qo'yding domla, deb soqolimdan ushlab bir burnimni yerga ish qilman desin, ko'rsatib qo'yaman. Qanaqa ish qilishdi. Shuning uchun azizlar, islomni tabliğ qilishlikka qo'rqmang. Gapiring. Avval uyingizdan boshlang. Bir tovoqda oshayotgan, bir dasturxonda o'tirgan opa-singil, aka-ukadan boshlang. Uni sim kiyaman deyotganni shimini yeting, lozim kiygizing oldin. Haber olmasdan. O sochini qirqib, kim uchun qirqiydi? Ayting, sochini qirqayotgan kim uchun qirqiydi? Siz uchunmi, siz uchun baribir u. Sochi uzun bo'ladi, katta bo'ladi, qiziq xotini sizga baribir. U sizdan boshqasiga qirqib ko'rsatmoqchi. G'ururing bo'lsa qirqitma. U xotining, o'sha singling, o'sha onang sendan boshqasiga chiroyli ko'rinmoqchi. Buni orqasida nima turibdi? Zino turibdi. Qaysiki bir erkak qizini, kelinini, xotinini, opasini, singlisini shim kiyishga rozi bo'lsa, o'sha opasini, xotinini, singlisini boshqa erkak bilan benikoh yotishiga rozi bo'ladi shu. Mayaqini gapiray, men hamiyatsizligini gapiray. Lekin shariat masalasini olib qarasa, qaysiki bir ayol erkakcha kiysa, qaysiki bir erkak xotincha kiysa, Xudodan la'nat oladi unga. O'zi rozi bo'lib shimni bersa, shu qiz shu shimni kiyib ko'chaga chiqib qaytib kelgan 7 kunga davr shu ota bilan, shu opoqqa bilan, shu dada bilan, shu aka bilan shu ukani ustiga Xudodan la'nat yog'ilib, tepatan yog'ilib turadi. O'zingiz hojivoy bo'lib, hojaka bo'lib, hojopoqqa bo'lib, o'zi ro'zador bo'lib, o'z namoz o'qib, xotin bola chakangiz bunday qilib kiyintirib olib o'tirib, men shu bilan maza qilyapman demang. Ketdi, ona yuvib turibdi. Sizga ibodatingiz ustiga ma'zuda kuttiribdi qizingiz. Kelining. Shim kiygani bilan ko'chaga chiqib olib, stolchani qo'yib olib, o'tganlarni chaynab gapirishi bilan tugatyapti. Lekin o'rmonga o't kelsa, ho'ling ham, quring ham yonasan, teng yonasan. Balo kelsa chuvomaga. Namozxonlar bir tarafda, benamozlar bir tarafda qolmaydi. Hammamiz teng yonamiz. Yer yuzida hammamiz teng yetadi. Mana boshqa mamlakatlarda qarang. Suv olyapti, o't ketyapti, to'pon kelyapti, yer qimilyapti. Nimadan? Ularni ustida duo qiladiganlari yo'q. Yarim kechada turib o'ylab, mamlakatning, vatani, farzandlari haqida ey Parvardigor, sizlar namoz o'qimayapti, ibodat qilmayapti, o'zing hidoyat qilgin, boshimizga balo yubormagin. Aroziy va samoviy balolardan himoyangga olgin deb duo qilibdiki, shularni duosi bilan yuribmiz.
Bularni yomon demaylik. Shular duosini yuribsiz. Endi ularni duo qiladigan yo'qda. Cho'qinib tursa, duosini Xudo qabul qiladimi? Ha? Benamoz yursa, ayshatxona, jalabxonalar, qimorxonalar, kazinolarda yursa, ularni yer yutmay kim yutadi? Xudoga shukrki, bilib qo'ying, yo benamoz. Siz namozxonlarda hisobiga yashayapsiz. Xudo taborak va taolo Qur'oni Karimda va payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, to'yinki yer yuzida bitta musulmon bo'lar ekan, u mamlakatda balo bo'lmaydi. Ya'ni u mamlakat yer yutmaydi. Qiyomat bo'lmaydi, musulmon bo'lsa, bitta namozxon bo'lsa. Shuni hisobiga benamozlar yuribsan. Yerdan chiqayotgan gaz, yerdan chiqayotgan boylik hammasi namozxonlar hisobiga Xudo beryapti buni. O'sha Amerikada bo'lsin, o'sha boshqa joylarda bo'lsin, namozxonlarning hisobiga beryapti Xudo. Endi bizga berilgan ulug' bir ne'matga qarang. Dunyoda ikki xil inson bo'ladi. Biri mu'min bo'lsa, ikkinchisi kofir bo'ladi. Xudo kofir qilib yaratmadi-yu. Lekin biz o'sha kofirlarning hayotini o'zimizga havas qilyapmiz. O'shalarga ergashyapmiz. Yevropa, 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 Yevropa deganda sharma hayo degan arg'amchilar erkaklik g'ururlari qirqilyaptiki, islomdagi bo'lgan ko'rsatmalar buzilyapti. Bunun bilan biz madaniylashmayapmiz, ma'naviy qashshoq bo'lyapmiz. Ota-bobosini dinini bilmagan ma'naviy qashshoq bo'lyapmiz. Madaniyat emas bu. O bizni ota-bobomiz oyog'iga etik kiyganda, u yevropaliklar, qamishdan shipay qilib, oyog'ini ipda baylab olib kavish kiyib yurgan ular. Bizni ota-bobomiz ustiga oq yaxtay kiyib, sharvar kiyganda, ular indeslarga o'xshab baytlarda yopishtirib olib yurgan ular. Bizda ma'naviy, bizda madaniyat, islomda bu. Qur'oni Karimda har bir din ilmlari, dunyo ilmlari deymiz. Dunyo ilmlari to'g'risida aniq hujjat bor. Astronomiya ilmi. Vash-shamsi val qamar deydi Xudo taborak va taolo Qur'oni Karimda. Mana shu oyati karimalardagi ketgan harflarni matematik hisobida hisoblab chiqadigan bo'lsa, oy bilan quyoshning o'rtasidagi masofa kelib chiqar ekan. Mirzo Ulug'bek bobomiz Qur'onshunos bo'lgan, dinshunos bo'lgan. Har bir o'rgangan narsani Xudoning kalomidan olgan. Yulduzlarning atrofidagi masofasi, yerda katta kichikligi hammasini Mirzo Ulug'bek bobomiz Qur'onda olgan. Xudo taborak va taolo yer haqida gapirayotganda, yerni qanday qilib yaratganligi, yerda atrofi qanchaligi, quyosh atrofida qanchalik aylanishligi, insonlarni mana har bir narsani ishlab chiqarsak, uni qachon buzilishi, qanaqasi tuzatsa, qanaqa nima bo'ladi, nimaga qodirligini yozib qo'yamizmi? Endi kitobi bo'ladimi? Xudo taborak va taolo insonlarni yaratgandan keyin ularni ishlashi, dam olishi, ovqat yeyishi, qanaqa qilib ibodat qilishi, qanaqa qilib yurishligini kitobat qilib qo'ygan. Qachon dam olishimiz kerak, qachon ishlashimiz kerak. Kunduzi ishlab ibodat qilib, tunda rohat olishligimiz yozgan. Shuni hisobini Xudo taborak va taolo chiqarib, yer atrofida quyosh bilan oyni qanchalik aylanishini ham bajarib qo'yib qo'ygan. Nechida quyosh chiqadi, qanchada botadi. Qancha vaqt odam ishlash kerak, qancha dam olish kerak, qachon ovqat yeyish kerak. Hammasi Qur'onda kelgan. Ustoz ulug'larimiz bir degani, B degani yana o'zining raqami bor. Har bir raqami uni hejjalab, qatori qilib, mundarija hisobida, ya'ni raqam hisobida hisoblab chiqsa, yerda uzunligi, yer bilan oyning masofasi, quyosh bilan oy, yerda aylanasi qancha katta kichikligi, yerda kattaroq qo'yganda, balkim quyosh boshqa bir vaqtda chiqardi. Yoki bir kun kunduzi 2 kun qorong'i bo'lib ketardi. Yoki yerda kichikroq qo'yganda, 3 kun kunduzi 1 kun qorong'i bo'lib qolardi. Odam tamolambaydi. Kunduzi uxlasangiz qanaqa uyqu, kechqurun uxlasangiz qanaqa uyqu. Xudo taborak va taolo hammasini hisob qo'ygan. Biz loh o'zicha aqlli hisoblab, biz madaniyatli bo'lyapmiz. Kartishton kiyib, erkak bilan xotin ola-bula bo'lib, bir-biriga qo'shilib madaniyatli bo'lganingdan, undan bitta filmda yashab qo'yamiz yanida. Erkak ham, ayol ham bir-biridan rashk qilmasa, filmda yashab qo'yaylik. Kazarminni palajina qilib.